Acaba her narsa go'zal ham söyümlik bo'lgan bu hayotning davomlashishi uchun nimalarning ketadiganligi haqida o'ylanib boqdikmi? Shaksizki, buning uchun minglagan sababning bir yerga kelishi zarurdir. Bulardan birasining oz yoki ko'p bo'lib qolishi hayotlikni polish holga tushirib qo'yishi mumkin. Masalan, issiqlik va sovuqlik darajasidagi kichikkina bir tampongsizlik her narsani vayron qilishi mumkin. Issiqlik darajasi jonliqlar hayotlarini davomlashtira oladigan darajada tengshilishi kerak. Issiqlikning 60 Selsiya gradusdan o'rlab ketishi jonliqlar uchun o'lim signalining chilinishi demaklikdir. Hayotlikning yana bir muhim sharti bo'lsa, atmosferaning yashashga mos holatda tengshilishidir. Gazlarning hozirgi holatida bir yerga kelish ehtimoli aslida matematikalik raqamlar bilan ifodalagili bo'lmaydigan darajada kichikdir. Gazlarning xuddi qafasdagi qushga o'xshash belgilik darajada qachish sur'ati bor. Mushu sur'atda oziyish yoki ko'payish ko'rilsa, atmosferaning tamponligi buziladi. Lekin gazlarni qechishga majburlagan oshu sur'at bilan uni atmosferada tutib turadigan yerning tortish kuchi shu darajada tampon holatda o'rinlashtirilganki, gazlarning qechib tarqalib ketishi mumkin bo'lmaydi. Hayotlik uchun suvning bo'lishi zarurdir. Suvning manbasi bo'lsa, dengiz okeanlardir. Hozir dunyoda har sekundda 16 million tonna, har yilda 505 milyon kari milyon tonna suv parga aylanadi va shamollar orqali to'rt tarafga taqilib suvga ehtiyojli bo'lgan rayonlarga to'kiladi. Ondan qayta parga aylanib yer yuzidan havo bo'shligiga o'rlaydi. Bularning hammasi hayotlikning davomlashishi uchundir. Bundaq zo'r miqdordagi suvni parga aylantirish uchun 300 ming milliard kari milliard kaloriya issiqlik ketadi. Agar bu issiqlik ehtiyojini ko'mir qalash orqali qamdaymiz desak, buning uchun 4,10 tonna ko'mir va Turkiyaning yillik xomchotining 100 milliardlagan hassichilik ko'p pul ketadi. Mana ko'rganimizdek, hayotlikning mavjudligi uchun boshqa barliq shartlarni bir tarafga qo'yib qo'ygan taqdirdami, acaba barcha amallar tanlash huquqiga va kuch-qudratga ega bo'lsa, faqat issiqlik bilan atmosferani tayyorlashga va suv bilan ta'minlashga kuchi yetarmidi?